bahs talashar. Bugun yer bilan o'yinni boshlaymiz. Albatta Sher bilan hanuzgacha g'olib aniq bo'lmagan jangga chiqsa agar Yo'lbars Sher bilan bunda har maysaning rangi chiqadi, toshning ham ovozi changi chiqadi, kamida titanlar jangi chiqadi. Jangga chiqsa agar Yo'lbars Sher bilan bunda xavf har yonda xatar. Muxlislar o'zlarini chempion atar. Nidolar poytaxtdan vodiyga qadar jangga chiqsa agar Yo'lbars Sher bilan mahkamlangan eshik oyna tortqichlar. Bobur Arena ham bugun olqishlar, chetga chiqib turar boshqa yirtqichlar. Jangga chiqsa agar Yo'lbars Sher bilan. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Hushtak chalindi, o'yin boshlandi. Suxandon Orif Tolipov. Ha. Sharhlovchilar jamoasi mezbon referi Kasinov. Paxtakorda xavfli vaziyat. Lekin hozir Ibragimovning zarbasi sal yuqoridan bir futbolchini bog'lash hisobiga. Endi bu tomon 234-raqamlilar jangi. Bu tomonda Abror yordamga keldi. Uzatma bo'ladimi? Bo'ladi. Shu joydan zarba darvozabon joyida. Birinchi aniq urinish. Resan Bashar Ikkinchi qavatda yaxshi o'ynay olishini. Gol ham urdi, kayfiyati zo'r. Xo'sh, Turdimurodov ustidan tushirib qo'yadimi? Tushirib qo'yadi deb o'ylagandik, tushirmadi-yu, lekin juda xavfli bo'ldi. Arda Güler bo'lmadi-yu, lekin har holda yomon tepmadi. Darvozabon ancha muammo tug'dirdi. Ichkariga pas, mana bu tomonda 14-hududda zarba yo'llanadi. To'p darvozaga kirib ketishga bir baqiya qoldi. Posbon joyida. Bunyodkor stadionida bo'lgan raqobat. O'tgan yili Vodiy jamoasi poytaxtga borganda, hozir yaxshi imkoniyat. Jamshid shu yerdan zarba va gol! Hisob ochilyapti. Darvozabondan qaytgan to'pni to'rga joylab qo'yapti. Ismoilov bu yerda. Ajoyib harakatlar bilan Pereira. Tayyor turgan ekan. Va doimgidek Jamshid boshladi. Aynan. Eng xavfli futbolchi maydondagi. Orzular chempionlarni yaratadi, ulashadi. Darvozaga buni Nazarov ham kutmagandi. Mana takroriy lavhani ko'rishimiz mumkin. Jamshid bu tomondan boshladi, keyin bu tomonga qaylishdi. Shu joyda qattiq deb yuborishdi. Jamshid esa chap oyog'i bilan to'pni qiziq tomoni, agar Nazarov to'pga tegmasa, umuman darvozaga aniq bormas ekan ham. O'ziga o'zi hozir posbon gol olib keldi desak ham bo'ladi. Bu yerda xato ekan ko'proq. Futbolchining performansidan ko'proq. Shundoq uzatib berdi. Nazarovdan assist. Zo'r pas. Ismoilov va Vladimir Nazarov qaytardi. Hujum tugamadi. Mana endi uzoqlashtirilyapti to'p. Akmal. Yaxshi hudud ochildi. Mana bu joyda zarba. Hop! Darvozabon seyf. Turdimurodov urinishi. Ergashev seyvi. Yana burchak zarbasi. To'p o'tkazib yuborgach, Paxtakor birinchi raqamda o'ynashga intilyapti va qaysidir ma'noda uddalayapti buni. Vaziyatlar bor. Paxtakor boshqacharoq o'ynashga qaror etdi. Uzatma, mana bu sal bo'lsa ham qaychi. Va shu masofadan ura olmadi Turdimurodov. Ikkinchi imkoniyat edi. Rustam Turdimurodovda bu. Hozircha takroriy lavhada Hamdamov tez o'yinga kirityapti to'pni. Katta, zo'r. Ibrohim Halil ochilyapti. Mana bunaqa pas beryapti va hozir hisob 2-0 bo'ladimi? Yo'q. Mana endi ofsayd qayd etilyapti To'xtasinov tomonidan. Takroriy lavhalarda bizga tushuntirilsa kerak. Oldinga chiqib ketgan ekan Peritsa. Lekin var ko'rardi menimcha. Juda ko'p yordam beryapti Sayfiyevga. Ortga qaytib, shu joydan zarba ko'ramiz. To'p qo'lga tegdimi, tegmadimi? Penalti ikkita bo'lishi mumkin. Akobirxo'ja Shukrullayevlar. To'xtalaring deyapti, varga murojaat qilinmoqda. O'tinib so'rashyapti. Yo'q, hech narsa yo'q chog'i. Takroriy lavha bizga namoyish etiladi. Qo'lga tekkan ekan. Jiddiy
O'yin-ku bu. Jarima maydoni futbolchilaridan uzoqroq turish kerakligini so'rayapti hozir. Menimcha boradi-yu. Yo'q, Yo'q, o'yin hammasi davom joyida. etadi. Ikkinchi qavatda bermayapti Siger. Ergashev. Qo'pol xatoga yo'l qo'yildi, bunaqa pas. O'ynashga majbur. Xato. Ketdi, birga bir va shu joyda endi Dost. Bu qanaqa zarba? Hamdamov. Bir qadam tashlab olsa bo'lardi. Doston Hamdamov shu Doston yerda Hamdamov. Zoran Marushich maydonga tushmoqchi. Mana shu joyda Iskandarovdan xato ketdi, ofsayd ham yo'q edi. Farg'onaning jiddiy hujumi Odilov. Shu joyda zarba beradimi? aldadi Ismoilni. Hey. Juda oson o'tib Endi ketdi. hozir shunaqa tepsa Nazarov yana qaytaradi deb o'ylashdi-da. Tezroq tepsa. Bugun o'zi xavfli vaziyatlarda zarbalar yaqin burchakka bo'lyapti. Mana shu joyda zo'r aldadi. Zo'r chiqdi. Mana bu tomonda ochilayotgan futbolchi bor. Akmal Mazgavoy. Akmal shundoq raqibga topshirdi to'pni. Bu yoqqa zarba! U ham ochilib borayotgan edi. Lekin qiyinroq ekan. Hojiakbarning epizodi. Keyingisida variant bor ekan-a? Ber. Lekin Akmalning nuqtasi yaxshiroq edi o'zi tepayotgan payt. Faoliyat yuritgan murabbiylarni klublarda ishlayotgani ham zo'r bo'lyapti bu yilga. Yoshlar, olimpiyachilar, kattalar, Babayan ham bor misol. Shu joydan zarba! Hojimat Erkinovning zarbasi edi bu. Pajishik. Bozorov. Nasrulloyev yana osmonga tepyapti. hozir ham to'pni qaytarish kerak edi Erkinovga. Alijonov haddan tashqari burchakka ketib qolgan. Marushich qaytanga mana bu qarshi hujum zo'r chiqishi mumkin va nuqta qo'yiladi. Aldab ket. Offside ekan. Oxirgacha epizodni yakunladi. Offside bor ekan-a? Boyaga vaziyatda. Va bu Krom o'zi tepadi deb o'ylagan edik. Yo'q. G'iyosov. Zo'r pas. Negadir Marushich darvoza tomon zarba yo'llamadi. Juda ko'p epizodlarni Sobir Xo'jayev uzatma va tepadimi? Hop. Burchak to'pda. Juda xavfli hujum. Oxirgi daqiqalarda Neftchi qo'yib yubordi. Ketdi qarshi hujum. Aliboyev qanotga ajoyib uzatma. Ketdi. Ikkita futbolchi ketyapti birdaniga. Yovovich mana bu tomonda G'iyosov. Juda xavfli. Hujumda o'tkazmoqchi. So'nggi daqiqalarda to'g'ri qilyapti, chunki Paxtakorning hujumlari tobora xavfli tus olayotgan edi. Top ko'raylikcha mana bu burchak zarbasini ajoyib imkoniyat. Parashyut uslubida zarba yo'llandi, lekin Alijonov katta Marushich, Marushich, Tepozin mana bu pas, xo'sh. Hop. Burchak zarbasi. Va bu g'alaba degani, chunki plus 7-daqiqa boshlanadi hozir. Ofsayd yo'q Marushichda, lekin hech kim to'pni unga yetkazmadi hozir. Mana Zoran Yovich bor. Uzatma amalga oshirilyapti. Yovich tushirib qo'ymaysanmi? Vladimir to'g'riladi. Yo'q. His qilmadi sherigini. Alijonov oxirgi hujum va hushtak chalindi. Neftchi Superkubok sohibi. Farg'onaliklar buni uddalashdi. Yaqinda mamlakat chempionligi va navbatdagisi yangi murabbiy bilan Superkubok egasi bo'lish. Ajoyib natija.